Assalomu alaykum. Ma'ruf aka, bu video siz uchun yana Clearwater, Tampa, Florida. Hozir bu xususiy plyaj. Mana bu Hilton gостиницасini xususiy plyajı. Hamma mashta yashaydiganlarning o'ziga beriladigan ruxsat. Ortiqcha odamlar yo'q. Video juda ham go'zal. Gостиницаning yog'i ham, bu yog'i ham. Mana mostda ko'rinadi. Suv most. Ozgina shahar ko'rinishi bor. Shundan boshqa praktik hech narsa yo'q. Suv kristalni toza. Hozir endi kech bo'lganing uchun ko'rinmayapti ilari. Lekin top-toza suv. Rakushkalar, mana shu Floridaga xos balular suzib yuradi. Ochkilarni taqib olib suvni tagiga. Ancha kорабльlar, piratskiy kорабльlar o'tdi boya. Yaxtalar aylanib yurishibdi. Baluvchilar bormi? Bular baluvchilar ekan. Kemasini orqasida bir tala uruchkalar bilan ketyapti mana. Suvning o'rtasida baliq tutgan shekilli. Ichkariga kirib, chuqurroq joylarda mazax ketishyapti. Biz ham kech paytga keldik. Yani to'g'riroq plyajga tushdik, maza qilib. Havo iliq. Suv undan ham iliq. Suvning ichidaman hozir. Suvning ichidan video olaman. Shom bo'lganiga 20 minut bo'ldi. Kirib oldik biz ham suvga. Atrofda palmalar. Mana gостиница. Tampaga, Floridaga kelinglar, Clearwater Beach.